Assalomu alaykum azizlar. Anvarjon Qosimov yana qarshingizda. Yangi video yozmoqchiman, lekin bu ikkinchi urinish. Mana shu oqshomda nimagaki birinchisida yaxshi o'xshamadi. Translyatsiya bajarilmayapti. Ekranimdan Telegram biroz qiynayapti. Lekin agar mana shunisi muvaffaqiyatli chiqsa, albatta kanalga qo'yaman, tomosha qilasiz. Videoni bag'ishlamoqchiman reinvest masalasiga. Kapital kiritganman bugun ertalab 1-iyulda 2026-yilda $100 strategiyani ochgan edim. Endi mana shu strategiyani ochib, pulni ishga tushirib qo'yib yubordim. Ertaga daromadi kelishini kutishim kerak edi. Lekin shunaqa yangilik bo'lib qoldi. Kompaniya menga yana bitta vazifa uchun $25 pul to'lab berdi. Ana shu pul ham bekor yotmasligi uchun hozir ishga chiqarib yuborgan mablag'imning ustiga qo'shib uni ham yubormoqchiman. Birga ishlasin, kapital o'ssin degan maqsadda. Shu narsani ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Translyatsiya yozilmayapti videoga, shuni biroz tushunmayapman. Mayli ekranimni translyatsiya qilib ko'ray. Har qanday sharoitda agar yozib qolsam muvaffaqiyatli bo'ladi. Lekin bugun Telegram qiynayapti shu masalada. Sababini o'rganib olsam, bu xatoni ham to'g'rilayman, xudo xolasa. Demak, agar ekranim ko'rinayotgan bo'lsa, xursandman. Mana saytimiz. Hozirgina shu ishni bajardim. Bajarilgan videoda faqat meni yuzimni kamerada olgan u, kompyuterim ekranini olmagan. Hozirgina shu summani kiritib bo'ldim. Endi hozir nimaga bu yerda balansda hech narsa yo'q, nimaga biz ko'ra olmaymiz deyishingiz mumkin. Mana aytaman, $102 edi ertalab, $127 qilib qo'ydim. Shu narsani yoza olmadi videoda. Mana bu yerda $25 bor edi balansda hozir, chunki buni tranzaksiyalar tarixida ko'rsata olaman mana. Qarang. Bugun mana 21-iyul 26-yilda soat 14:59 da, demak menga $25 bonus berilgan. Hozir shu $25 ni yana arbitrajga chiqarib yubordim mana 22:48 da qarang. Hozir soat 22:55, 22:48 da buni chiqarib yubordim, lekin ekranimda videosi yozilmay qoldi, shunga biroz achinayapman. Demak, bonus social deb turib menga mukofotni berishdi bugun. Men mana shu narsani arbitrajga chiqarib yubordim. Agar hozir ekranim yozayotgan bo'lsa ko'ra olasiz. Demak, bu vazifani ham bajardim. Nimaga? Mana bu yerda strategiyalarim bor edi. Mana посмотреть все deb bossak, strategiyalarimni ko'rsatadi, ochiqlarini. Birinchi strategiyamni $102.53 dan ochgan edim ertalab. Hozir $25 qo'shib yubordim. Mana umumiy holatda $127 turibdi. Daromadni ertaga ko'ramiz, bir sutka o'tgandan keyin. Chunki bugun ertalab 8 da qilganman bu narsani. Ertaga soat 8 dan keyin mana shu yerda birinchi daromadni ko'ra olamiz, lekin u daromad ham shu 127 dan ustiga qo'shiladi, reinvest bo'lib ketadi, chunki men yerda reinvest degan narsani qo'shib qo'yganman. Включен rejimda turibdi. Biz qachonki pulni qo'shimcha mablag' qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerga yozarkanmiz. Aytaylik, $50 qo'shmoqchi bo'lsak, mana yerda добавить tugmasini bosishimiz kerak bo'lar ekan va bizga xabar kelar ekan mana ручное добавление 50 к стратегии nomerim deyapti. 4234 raqamli strategiyaga qo'l bilan pul kirityapsiz, ya'ni o'zingiz tashqaridan kirityapsiz deb xabar beryapti. Menga o'shanaqa xabar berdi, chunki bu yerda $25 ni qo'shgandim. Endi bu mablag' hozir avval kiritgan mablag'ingiz ustiga qo'shiladi-da, yangi mablag' sifatida ishni boshlaydi. Xohlasangiz tasdiqlang, xohlasangiz bekor qiling deb mana ikkita tugmani berib qo'yibdi. Boyagisida men подтвердить tugmasini bosdim, u pul kirib ketdi. Endi hozir отмена bosaman, chunki balansimda boshqa $50 yo'q azizlar. Отменani bosib qo'yaveraman. Demak, bu yerda bu summani ham o'chirib qo'yaman. Misol tariqasida ko'rsatdim. Agar zapis bo'layotgan bo'lsa, buni ko'ra olasiz azizlar. Mana shunday qilib bor mablag'ning ustiga qo'shimcha pulni ham kiritish mumkin va 30 kun davomida yana xohlasak qo'shib borib strategiyada pulimizni tanasini o'stirib borishimiz mumkin va 30 kunning har birida tanaga nisbatan daromad ko'rsatishini olaveramiz. Yana shuni eslatib o'tmoqchiman, investitsiya sohasida juda risk, xavf juda katta, pullarni yo'qotib qo'yish ehtimoli juda katta. Har qanday sohada ham, har qanday zo'r kompaniyada ham pullar qaytib kelmasligi mumkin. Uni esingizdan chiqarmang. Qachonki pulingizni yo'qotib qo'ysangiz yoki qaytarib chiqarib ololmasangiz, qiynalmaydigan sharoitda bo'lsangiz agar investitsiya bilan shug'ullaning. Bu investitsiya sohasini qoidasi, albatta o'zingizdan bir xoliroq, erkinroq bo'lgan pulingiz bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani eslatib, ogohlantirib o'taman. Qachonki men o'zim ham moliyaviy ekspert emasman, hech kimga hech qanaqa tavsiya bera olmayman. Faqat qilayotgan ishimni gapirib o'tiribman. Bu meni hobbim, chunki mana YouTube kanalimda chiqaraman, videolarimni mamnun qilib prosmotrlar yig'ish bilan shug'ullanaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana shu Illuminous Global kompaniyasida daromad qilishni ham o'ylab o'tiribmiz. Xudo xolasa, harakatlarimiz davomiy bo'lsa, natijalarimiz bilan bo'lishib turibman azizlar. O'ylaymanki, mana shu zapis amalga oshdi. Rahmat.